xuddi mana shu razmerda uy qursa bo'ladigan, bundan ham dahshatli qilib qursa bo'ladigan joy topib qo'ydim sizlarga. Bo'sh yer. Hozir men sizlarga u yer haqida to'liq ma'lumotni beraman. Bu yerda katta mirobod deb aytilar ekan. Xo'p, mana shu uyimizda sotilyapti yer hisobida. Qarang, 25 metrga 40 metr rovni 10 sotuv, shuni Rossiya posilkasining to'g'risida aeroport, hamma qulayliklar mavjud. Xo'p, Mirobod bozor deysizmi? Rossiya posilkasi, makro, maktab, bog'cha, chastin hamma narsa bor. Keng va shinam mahalla. Ko'rib turganlaringiz hamma shart-sharoitlari bor. Aynan mana shu uyimizga shunaqangi chiroyli narx so'rashyapti. U narxni eshitib maza qilasizlar. Akalarim 120 dan kelishuvdi. Aka dedim, unaqa qilmayladim. Meni tadbirkor akalarim bor. Mana shu yerda bitta gazetani qurib, biznes qilib, soqqa yuradigan yaqinlarim bor. O'shalar uchun men mana shu uyni 90 dan taklif qilaman. 100 deyishdi. Yo'q. 90 dan aralash abzor obunachilar uchun sunnatiga nazgina o'tib beramiz. Hamma xat hujjatlari joy-joyida. Pastda qoldirgan raqamlarga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, ayni sizlar uchun zo'r vaziyat, zo'r loyiha qilishga joy tayyor. Bu videoni tadbirkor akalarga sekin jo'natib qo'yamiz. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq urasizlar, like bosib obuna bo'lishga esinglarda chiqsin. Hammaga rahmat. Aralash abzordan uzoqlashmang. Hammaga manfaatli bo'ladigan video qo'yishda men davom etaman.